Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Dakkan ishqibozlari, parvozlar ko'klar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammaga yaxshi kayfiyat bilan yana bugun yangi yilning birinchi kunida yangi tomosha o'rtoqlar. Qo'ldan kelganicha uydagi parandalarni bir sizlarga tomoshaga qo'yib o'tamiz. Imkon qadar sizlar ham yangi yilga sovg'a qilib, laykni bang'illatib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan niyatdamiz. Mana Xudo xolasa xo'rozimiz. Ko'pchilik telefon qilib so'rayapti, o'zim aytaman deb. Akalar, makiyam ikkalasini ham tuxumda deb berishgan, bittasi tuxumlayapti, mana bilinib turibdi. Ikkinchisi tayyor, lekin hali ikkinchisidan tuxum olganim yo'q. Makiyollar yaxshi makiyollar, zoti, qoni toza, kelib chiqishi, ta'rifini eshitib bilib keyin borganmiz. Bu sal bor ekanda bunisi. Qaranglar. Xudo xolasa ishtahalari yaxshi, ko'katlarni yeb yurishibdi. Tuxum olishni boshladik. Bittadan olyapmiz endi. Nasib bo'lsa, bugun erta bunisi ham tug'arishi mumkin. Aytib qo'yamiz. O'zimiz e'lon qilamiz deb YouTube'da deganman, mana. Xudo xolasa. Xo'rozimiz sog'lom, beg'ubor, juda ham baquvvat ekan. Juda ham bardoshli, irodali, yaxshi baquvvat xo'roz ekan. Mana. Joningiz sog' bo'lsin. O'ta go'zal, Xudo xolasa. Bugun sal quyosh chiqib, havo yaxshi bo'ldi. Kecha juda ham sovib ketgan edi, bugun juda ham zo'r. Tashqariga olib chiqib bir aylantirib oyoqlarini yoziltirib, mana bug'doylardan yeb ishtahani ochib keyin kirib ketishadi. Yarim soat kun siganda chiqarib turish bu ziyon qilmaydi. Ko'pi ziyon, hozir shamollab qoladi, to'g'rida kasal juda ham ko'payib ketdi. Qanaqa kasalligini aniqlab bo'lmayapti. Ko'pchilikda ko'ryapmiz. Kommentariyaga yozib ketinglar eski parvozlar, masalan, hiqichoq tutadi. Hiq deydi tovuqlar, og'zini ochib chiyillaydi, keyin birdan o'lib qoladi. Mana shunaqa kasalliklarga kommentariyaga dori-darmonlarni yozib ketinglar, bilmaganlar o'rganib bilib olsin. Kommentariyani o'qinglar, yaxshi maslahatlar berilyapti. Eski parvozlar bor qatorimizda. Yaxshi fikrlar yozishyapti. Kimda qanaqa yaxshi fikrlar bo'lsa, kommentariyaga yozsin. Video bir umr saqlanib qoladi. Yaxshi gap yozganda ham, yomon gap yozganda ham videoda kommentariyasi saqlanib qoladi. Xo'rozni ko'pchilik ko'k xo'roz, u xo'roz, ko'k xo'roz, bu xo'roz deyshadi. Yaqindan kelib ko'ring. Bu qoramtir, ko'k emas. Endi zaratskada juda ham chiroyli, lekin buni yaqindan ko'rib, o'zingiz qo'lingizga ko'tarib yoki bir yengil bekorchi qilib ko'rib maza qilasiz. Juda ham baquvvat. Yoshiga yetgan Yanmariskiy, endi tulak bo'ldi-da, bir tulak endi. O'zimiz ham yoqib qolgani uchun borib olib keldik. Buni pulini qizig'i yo'q. Xolasak, bola olib bo'lgandan keyin sotib yuborishimiz mumkin. Mana tuxumlar olinyapti. Mana makiyollarimiz. Bitta kaptar kelib qoldi. Juda ham chiroyli, oppoq kaptar. Qoyil, juda ham chiroyli kaptar kelib qoldi. Kimniki ekan bu kaptar? Ushlash iloji yo'q-da menda. Mana qarang. Oppoq kaptar ekanda. Juda ham beg'ubor ekan. Bittasi pastga tushib ketadi. Ikkita ekanda. Tushunsiz? Sizlar kim bu kaptar? Ajoyib. Bular ushlash kerakmi bularni? Ha. Ikkinchisi juda chiroyli ekan kaptar, ha? O, haldam turibsizlar, ha? Aytmaning hisobiga mana qizil toyim. Qora makiyon bilan tuxumlari bor o'rtoqlar. Makiyonni ko'ryapsizlarmi? Juda ham go'zallashib boryapti. Qizil to'yda o'zi ham sotiladi. Fevralda oxiri, martda boshida chiqqan. Ertangi cho'jalardan. 4 kilolik o'rtoqlar, xudo xolasa. 4,5 kiloli. Hozir 4 kilodan oshiq. Lekin roni 4,5 kilo chiqadimi yo'qmi? Tarozisi yo'q hozir. Ishqibozlariga berilaveradi.
Xuddi mana shunday ijod qilishda davom etamiz. Bo'lmaysizlar parrandada endi. Ko'pchilik to'g'ri tushunadi, ko'pchilik noto'g'ri tushunishi mumkin, lekin xo'roz bosyapti makonni, aynan shu xo'rozdanmi deb savol beradiganlarga bu nima deydi? Yaqqol misolda bu. Makonda bitta ham begona par yo'q. Juda ham kelishgan xo'roz. Olgan odam baraka topsin mana kimga bo'lsa. Xudo xolasa bayram kayfiyati juda ham zo'r narxga bermaganman. Yuzlab odam ko'rib turibdi, o'zlar savdo qilgan odamlar o'zi. Nimagaki bola olaman, tuxum zakasi qilib qo'yganman. Zakaslari berib bizda lavz bitta. Bola olib bo'ldingmi, kerak bo'lsa arzoniga ham berib beramiz. Chunki vaj birinchidan o'zimniki, ikkinchidan tuxumlarini olib bo'ldik. Bizga tuxumlaridan foydasi chiqib bo'ldi-da, demoqchiman. Tushungan odam tushundi, yengilroq qilib. Ja, unaqa arzonchi emas. Bermagan narximizcha balandroq bo'lsa, o'tib beramiz ishqibozlarga. Yangilar hep mana olib boqaman, shu xo'roz menga kerak deydiganlarga. Xo'roz yomon xo'roz emas, yaxshi xo'roz. Bekorchilar juda ham ko'p Telegramda ko'rib. Agar kelishsa, bemalol shu mana shunaqa xo'roz olib kelib ko'rib olishadi. Behijolat, buyog'i zo'r. Yaxshi xo'roz o'rtoqlar. Yaxshi xo'roz sotilmaydi. Yaxshi xo'roz nima qilinadi? Bu gaplar. Endi bizniki tirikchilik shundan. Biz juja qilib, erta bahordan beri katta qilib, buni yangi yilgacha olib keldik. Yangi yilgacha olib keldik. Endi buni nima deydi? Biz o'ynamaymiz, to'g'risi, biz sotamiz. Tirikchilik, buni aybi yo'q. Hozir juda ham ko'p insonlar mana o'zlari uylarida parrandachilik bilan shug'ullanishyapti. Xuddi shuni singari bu ham bitta hobbi, ishqibozchilik. Xohlasam qimmat pulga sotib olaman. Xohlasam bir kun, 2 kun yoki 5 kun boqib sotib olaman. Bu ishqibozchilik. O'shani ishqibozlar tushunadi. Bitta xo'roz yoqib qolsa, o'sha xo'rozni borib olib kelmaguncha turmaydi, sabri chidamaydi. Bu nima deydi? Ishqibozchilikda o'shani borib olib kelib, boqib, 1-2 bola olib, keyin yana kerak bo'lsa arzoniga ham sotib yuboradi yoki bekorga berib yuboradi. Bu ishqibozchilik degan shunaqa narsa. Endi parvozlar bo'lsa, misol o'ynaydigan parvozlar yaxshi xo'rozni sotmaydi. Endi ular ham o'ynab bo'lgandan keyin bola oladi, bola olgandan keyin barib bo'shagandan keyin kimgadir beradi, kimgadir sotadi. Bu endi shunaqa narsa ekanda, xafa bo'lmaysizlar. Biz sotamiz. Ay mashalloh. Mana o'rtoqlar, o'sha Samarqandga sotilgan xo'rozimiz. Aka, iltimos shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, aloqaga chiqing, iltimos. Pulini ham tashab qo'yganlar. Endi omonat narsada qo'rqasan. Xo'roz soppa-sop buyog'i bor. Juda ham zo'r. Endi 2-3 kunga deyilgan, 5-10 kun o'tib ketyapti-da. Joni hisob bo'lgan. Asli menga turgani foyda. Tuxum olyapman. Buni tuxumiga klient juda ham ko'p. O'zim ochirib olyapman. Tuxum to'playapman xullas bundan. Aynan shundan juda chiqadi. Xudo xolasa. Ikkita yaxshi makonga qo'shib olyapman, xudo xolasa. Xo'roz moshniy o'rtoqlar. Bu dumida kuli bor makonni ham endi ancha olib yurdi-da, endi qarang holatini. Bu da go'zal makon. Buni bekorchilari bor, Telegram kanalida turibdi, o'zimda ham turibdi. Zo'r. Yo'li tanachilik uchun girrani yaxshi soladi. Tanachilik uchun mana makonni tanachiga qo'shdikda. Girrachi, tanachi yo'li bir xil makonni xo'roz bilan. Chunki juda ko'pchilik shu makonni ishqiboz bo'ldi. Ko'rinishi muhim emas, yo'li. Aytadiki parvozlar, fari muhim emas, yo'li zo'r bo'lsin. Ikkalasi birga yuribdi, tuxumlarini olinyapti, xudo xolasa. Omonat tezroq berib o'raylik, aka, aloqaga chiqing. Chunki joyini ham bo'shatish kerak. Ko'payib yotibdi, jo'jalar chiqyapti. Bitta ikkitasini sotib yengillatamiz. Bu yo'q. Buni olib borib, aka, o'sha o'zingiz Samarqandcha top qilib tarbiyalaysizda, borib tezroq buni vaqtini o'tkazmang. Davralarda shoxi bo'lib yuradi hali bu. Legenda, xudo xolasa. Tozasi. Makon ustalik. Biroz ancha yengillanib qoldi, chunki tinmay endi tuxum olinyapti-da. Hali pixi ham chiqqan yo'q. 28-aprel bola jo'ja o'rtoqlar. Bu pulay emas. Hozirgi xo'rozni belida samani bor. Bir kun oshib chiqqan.
Bu qop qorasi o'rtoqlar o'sha. Ancha yaxshi bo'lib qoldi, silkilashib qolgandan keyin yuzlari, ko'zlari juda ham chiroyli, parlari ham, oyoq qo'l hamma yo'q but-butun sop-posoq. Makonimiz orada bir 2 kun, 3 kun to'xtadi va yana tuxumni boshladi, xudo xolasa. Ko'ramiz bolalari qanaqa chiqadi endi. Qoraga oq bo'lib. Menimcha bardovoy chiqsa kerak, ko'p kuzatganman qop-qora xorozga mana shunaqa oq makonlarni qo'shib bardovoy xo'roz olinganini. Chunki buni bedana pari bor bo'ynida, asosan bo'ynidan beradi. Parvozlar ham buni juda yaxshi bilishadi. Bo'ynidan bersa qora aralashtirib, qoramtir bardovoy chiqadi. Nasib ko'ramiz. Iloji bo'lsa mana shunaqa qop-qoralardan ham 5-6 ta chiqsa xursand bo'lamiz. Kimdir qorani suyadi, kimdir oqni, kimdir qizilni deydi. Va joning sog' bo'lgur. Mana do'stlar, sekin-sekin bir qator videolarni mana qo'ldan kelgancha sizlarga video qilishga harakat qildik. Kami ko'stiga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa har kuni har xil yangi videolar chiqarishga harakat qilyapmiz. Tinganimiz yo'q. Mehnatdamiz, ijoddamiz. Sog' salomat bo'lib tursak, yaxshi videolar ko'payaveradi. Ko'rib, videolarni ko'rib maza qilib dam olayotganlar like bosib qo'yasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.